Assalomu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turinglarmi? Bugun ozroq so'zlab qo'yay. Uzun bo'lib ketdi, bir narsalarni men jiq o'ylandim. U bo'lsimi, agar Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq shu oldida yugurib yurganlarninki, shu atrofda yurganlarninki qilayotgan ishlari, inson haqlari, kishilik huquq da'vosi bo'lgandan keyin mush kishilik huquq da'vosi, inson haqlari da'vosini rost to'g'ri yo'nalishda qildimi deb boshqa davlatlarning inson haqlari, kishilik huquq da'volarinikini Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi materiallarni asosiyatdan izlanib ko'rish jarayonida xalq nima qilyapti, xalq nimalarga erishdi deganni selishtirib chiqdim. Bizningki kishilik huquq da'vosi bilan inson haqlari da'vosini haqiqiy yo'sinda qilgan bo'lsa-mu, bunda kunga qolmaydi vatandagilar. U birdan Tibetlarnikiga selishtirib baqqanlar chiqdi, xuddi Erkin Sidiqdek. Birdan u bu yerlarga selishtirib baqqdi. Pul deganni oldi, ey, ap ketgan narsalarning to'g'rida turibdi. Mayli ND'ninki hozir ND'ni tekshirayotganlik uchun g'ing qilmaysan-ku, ish qaysan, hamma jimjit g'oyib bo'lding. Onun oldida olgan pullardan yana qo'sq to'ymay Uyg'urdan oladi pulni. Uyg'urdan tilavatgan pul, Uyg'urdan elayotgan pul, Uyg'urdanki appagan Uyg'ur uyi Rabia onasiga. Anadagi 20 yillik Dunyo Uyg'ur qurultiyining 20 yilligi deb o'ltirib, "Avalikum salom. Shu olgan narsalarga qarab beqinglar, Germaniyada olgan ishxonasi, shularning hammasini o'ylab beqinglar. Shuningdan boshqa nima natija bor? Kishilik huquq, inson haqlari da'vosiniki nima natijasi bor? Ona tilni chet elda qilamdi yoki vatanda qilamdi? Agarda kishilik huquq, inson haqlari da'vosini rost haqiqiy yo'sinda qilgan bo'lsa, vatandagi ona til maktablari etilib ketmagan bo'ladi. Refaning qilayotgan din onda xub ketdi, voy masjid munda xub ketdi, ko'k bo'ldi, oq bo'ldi degan narsalar, yog'liq chekkizmayotdi degan narsalar shu bo'lsin to'xtaydi. Vatandagilar badal to'labdi, vatanning sirtida mush palani parazit qurtlar beqilyapti, ham beqilib kelmoqda. Parazit qurtlarning olgan puli, shular ivatgan pullarning mush tizimligi bilan bir yerga topshirilib ekan. Voy dedim. Chetaldagi tillaydiganlar, oq qildigan, ko'k qildiganlarning hammasining tizimligi bilan o'shaga topshirilganiga qarab, voy, ajoyib nochi chiqibdi. Nima degan nochi odam bu topshirgan odam deb turib, ashuni duo qildim. Bu birinchi, ikkinchisi, mushu Xitoy xotin olgan, anadagi sharafsiz, buzuq mushundaq odamlar, Xitoyga tekkan, Xitoy bilan yetib qopgan mushtaqlar bizga axloq tarbiyasi bersimi, jimjit o'ltirib shuni anglab o'ltagan bizninkilardek ahmaq odam yo'q. Qatti yo'q. O'ylab beqinglar. Axloq deganni qo'ngni qisib o'ltagan odam boshqa odamga axloq tarbiyasi bers bo'ladi. Lekin bizga Xitoy xotin olgan, Xitoy tekkan, Xitoy bilan qechib ketgan mushundaq odamlar bizga mustaqillik da'vosi to'g'risida, ham Uyg'ur da'vosi to'g'risida millatparvarlik, anadikin axloq, mushundaq narsa ustida dars berdi bizga. Yillardan beri qilayotgandi. Odamning g'idig'i kelgidek, agar normal bir odam uchun aytgan chog'da, ma narsa biroz yuzni qizatadi. Undaq ish bo'lg'ini yo'q. Davomliq bo'lib keldi. Mamtimin doktor deganimi shu, xotini Xitoy. Endi xotinning rasmini chiqib qo'yay desam, u xotinning buning bilan munosabati yo'qdi. Ma da'vo bilan ish bo'lmaganda deb o'yladim. Da'vo, pul, jon beqish. Uyg'urlarninkichu mundaq bir savol qo'yish narsi 2018-19-20lardan boshlandi. Men 2018-19larda shu Mamtimin Ala apandimniki vatan uchun har qanday narsadan ketish kerak, urug' tuqqanlik bu deganda men shu Turkiyadagilarga qaratgan, Turkiyadagilar mush tuproq uchun o'zini qurbon qilish kerak, Turkiya uchun deb turib tushunibdiman. Endi men kasbiy bilim olgandan boshlab, bu odamning so'zi bo'lsin, boshqalarning so'zi bo'lsin, rost vatan uchun har nimadan ketish kerak, urug' tuqqandochilik, tunish bilishlik, bu do'stxondochilik hammadan ketish kerak degan narsani endi tushundim. Oniki o odamga men shundoq mushu narsaga savol qo'yib turib, temamni chiqargandim. Vatan uchun rost
Nima deb sorunda o'ltirishimiz kerak? Sorun uchun hamma narsada kechib turib, ashlarda sorunni barpo qilgan odam uchun o'sha o'ltirish kerakmi? Yoki mush narsadan kechib mustaqillik uchun kurash qilish kerakmi? Yoki da'vo uchun kurash qilish kerakmi? Yoki millatimiz uchun biroz kurash qilishimiz kerakmi? degan narsaga savol qo'yib baqsaq bo'ladi. Ba'zan narsalarni özümüz için birazla izlensek çıkıdığan temalarını keyin bu çetelliklerimi bizden bazen narsalar soraydı. Mana qanday qo'yganti, manda qo'yganti deb. Chunki ular Uyg'ur jamoatining ichida bo'lmagandan keyin ba'zan narsalarga u qiti qilib qezib turib topmaydi. Shuning uchun bizdan so'raydi ba'zan narsalarni. Twitterga chiqsanglar ko'ralaysizlar, nima ishlar bo'layotganini. Şu Facebook, Instagram uçu-buçularda yürgen aşına içinde haber köğendim. Oy, haberlerini bildik dep durup. Nerede gördünüz ma haberini desem, Instagram'da köğendim dep. Dova dedim, Instagram'da haber gördüğün adamlar bakken dep durup oyladım hem de. Oylap baksanlar. Anladıkken, bu şu çetelge türmelerde yatkan siyasi cinayetçilik qanday çıktı degenler üstüde hergiz fikir yürgüzülmeydi. Çık adamlarının kim oylap kaldım. Bu şu çetelge mavu türmede yatqanlar chiqib, hozir hamda mana Dünya Uyg'ur qurultayining saylam ubularga talishib ketayotgan men bo'laman desa men bo'laman deb bo'lib ketganlarning ichida bedel to'laganlar deganlarning ichida ikki bedel to'lagan bor ekanda, o bedel to'ladi desa turmada yotgan ekan. Turmada sen o'zingning ish uchun yotdingmi yoki Xitoy qanday qilib turib seni ayak kirgizib turib bu o'yinni o'ynadi, chetalga qanday chiqa olding degan gaplar ustida ozroqmi munozir yo'q. Kalla degan qop-qo'riq odam ashuni savol qo'ymay o'ltirib anandikin mala bizga bedel to'lagan desa, "Hurra!" deb turib chiqadigan yana ish chiqibdi-da dedim. Bosniyada o'tkazdi ekan-ku. Bosniyaga qanday boradi? Bosniya degan yeshil chiroq u yerda. Jiq Xitoy pasportiga viza olmaydi, jiq yerlarga bora oladiganlar erkin azod hayot qiladi degan gap yo'q. Erkin Sidiqninki ikki qatimlik naq maydonni men ko'rib chiqdim. Birsi menga tavsiya qilgandi, men bir ko'rib baqqan bo'lsang Sumratada deganda birinchisini ko'rib merkez hükümet deganni to'g'riliq so'zlabdi, Tibetnikini selishtiribdi, bizniki xuddi Tibetnikimi, bu o'z Tibetlikdek, xuddi Tibetning boshlig'idek yoki Uyg'urning bir nimasidek o'tirib so'zlayoladi ekan bu. Ras kalladan ketibdi dedim, ba'zan nuqtalarda bu ras kalladan ketibdi, erkin Sidiq deb o'yladim. Merkez hükümet qurmoqchi ekan, lekin hozir vaqt emas ekan. Anandikin nima? Hükümet oyunu vağı, sürgün hükümet kuruş bir oyunu olup gitti bir mezgil. Oy, bök bıraksak bu yerden çıkıp. Ameliyatı G20 dep durup, ben G20 dep isim koyup koygan Nurgül Savit'ninkiga özünün sebdişi. O bek yaxşı rol alamadı mı Nurgül Savit? Bilmedim. Erkin Sidiq numus kitipti olanın kılıklardan. Eyran kaptı mı? Numus kitipti. Öz orunlaştırgan, öz planlagan oyunni başkalar yaxşı yürgüzemedi mi? Yaxşı rolni yaxshi ap chiqarmadimi bilmadim, unidan nomus ketibdi. Shuning bilan buningki kalisi rasmiy rastlaydi ekan dedim. Buningki saq odam o'zining qilgan ishini o'zi umash qilib tugashgan chaqda anadiki voy meningda nomus ketdim deb. Rast sen nomus qilishing kerakdi. Muncha yosh kirding, nomus qilishing kerakdi. Ozroq olsin bir o'qib ketgansa, garchi yolg'ondan nimada mavu akademinin için takip etken o bizler okup aldık emmiz palan derslerini yazıp palan yerlerde imtihan verip durup aladı. Bula akademinin içinde diplom takip etken. Şunun için özgüm takatkan okşaydı. Yani bir yerlerde mıda okup baksılmı bilirken onunki kançılık diplomunun bağlılığını hem oyunun kançılık oynulvatkanlığını. Anadaki vatan qaytqan maqıtımlıqdagi yaman qızğan bir temiz var. Vatan qaytqanlar pul versanlar bo'ldi deb. Bizning bir qarindishimiz Golufi debdi. Men Gojingfi dedim. Chegaradan kirib chiqish haqqini erkin Sidiq qil topshirsa vatanga hurra deydiganlar mana debdi. Pul beringlar menga deb. 2009 ashak boralagan erkin Sidiq endi ma chataldan qaytayotganlarga yeshil chiroq yaratib berganligini o'zi so'zlabdi. Onu anlap baksanlar buludu. Onunla pul tepemey YouTube'den dep çürüyülüp durup anladım bu sarağınınki. Eğer de vatandan kayıtmakçı olsanlar, "Məhlə bilmə, pulunu mənlə bir yerin var" dep durup erkin dadanlar.
Anandikin bir çağlarda Erkin Sıdık vay bu nima madaniyat qirg'inchiligi deb bu erkiy qirg'inchilik emas deb bizga mi yarışıdı bu oyun degan kashkichi jozi ichib o'tiramdi usul o'ynaydigan gap naqsha aytadigan gap duta chaptirib Erkin Asiyadan bir xabarlar chiqib ketgan videolar bor deb bir yerlar degan voy jon bo'lolmay ishiga patmay bu opasi oilasi bilan tang shundoq qilib ketgandi endi kelgan chog'da voy erkiy qirg'inchilik bo'lsa biz nimishki bu nima Dolqun İsa'nınki buzuqchilik vaqasi bilan bo'lib qolamiz deb Dolqun İsa'ni bu Amerikadagi prezident saylamlarininki kandidatlariga selishtirib ketganlarga o'rgilab ketay. Kennedy'ga selishtirib ketdi o buzuq deb. Voy Kennedy kim o? Amerika uchun nimishlarni qilgan? Voy bu nimishqa shapaqchilikdan boshqa hech nima qilmagan-ku. Voy a videosidan tortib bu topshirgan ya'nikiga tarjim qilishmadi qiyliq rasvochilikni. Bashar o'ltirib bir xotinni o'ynaganni. Voy arqi rasvolikdanmi rasvochilik a? Voy nomussizlik bilan to'lgan bir narsani ashuni oqartish uchun adovatqinni. Nima aytdi? Bu Dolqun uyidagilar bilan bo'lolmadi badal to'lagan. Tağa xaltalarını ekilişpegen sen bu 2009 kitibidimi bu Dolqunakning yolg'on Xitoy yezbegen kitibidimi seninki ish izlaring bor. Anadagi Dolqunni qopib bolalarini yaxshi tarbiyalab bo'lamidi. Bolalari tanimay ketibdi ekan. Buning bir yerga ketganlarini bilmaydi ekan to'q. Anandikin ishlab boqib bo'lamidi bolasini. Qanday baqsa bo'ldi? Şapaqchilik qilganiga Uyg'urlar maydon qilgan-ku. Ashunda holatda yana yetmabdi. Yetmay badal to'lagan-kan ma bichara, ma Dolqun sarang badal to'labdi Uyg'ur uchun. Anadagi shapaqchilikqa vaqti yetibdi, bolasini tarbiyalagan ajab vaqti yetmabdi. Shapaqchilikdan birni bo'lsin kam qilgan bo'lsa, bolalarga yetishab o'g'idi. Yana qandaroq pulasi ulti Uyg'urdan. Nomussizlarcha mana oqlaydi ekanda. Andiki Nuri Turkanning o bir chet elliklar emas, talay yetishgan videolarni to'liq shaklda topshiribdi. Uqtoma birni bassang birisi chiqadi mashundaq. Rasvochilik bir-birini bilgashga, bir-birining qo'ngini yatqash, buning bilan yatqash o'tirib ro'shat basni. Yatqash o'tirib Erkin Osiyodagi rasvochilikni Dolqunakninki birsi-birsini hammani cho'ydigan mana birsini to'kidigan bu haq. To'kidigan. Anadagi buni oqlayma deb texmi po'qilishir ekansa, rasvo bo'ldi ekansa, menda bir savol deganni qo'yib boqdi odam. Ma nima da'vatidi? Ma rasvochilikninki kaynida nima ishlar bor? Shu da'voni, yolg'on da'voni qilib o'tirib rasvochilikqa butun Uyg'urning pulini ishlatgan gap. Uyg'urni sotgan, Uyg'urni poqqıgan adamlarni biz miyada o'ltirib miyada o'ltag'izib endi qanday qilishimiz kerak? Bu da'vo yolg'on tursa nima deb savol qo'ymaymiz? Savol qo'yganga nima uchun to'plashib hujum berildi? Xitoydan kelgan bir buyruq bo'lmasa bundaq bo'lmaydi. Oqsaroyning oldida mushunchilik nochilik bilan boshqadan bir hujum qila olashdiki, nima sabab? Bu Oqsaroyning oldida kamera yo'qmi? degan narsa bo'ladi. Adam deganda-chu, sen naq maydonda bo'lmagandikin, naq maydonda bor odam bir nima desa, ozroq bo'lsin tafakkur qilib baqsa, po'q bo'lmagandikin 5 vaqt namoz o'qisa hisob emas. Buningmi bir odam deganchu e'tiqodqimi bir hurmati bo'ladi odamniki. Ramazon ro'z tutib, namoz o'qisang hisob emas, ashuninga loyiq ishni qila olsang hisob. U vaqtida Xudomi seninki qilgan ibodatingni qabul qilishi mumkin. Odam degan ahli odam ozroq bo'lsin savol qo'yib baqidi. Urumchidagi odam urumchiliklarni taniydi. Anadagi mayli Xitoyga tekkan, Xitoyning tegida yotgan nimang bo'lsa, o'zingning shaxsiy ishing bilan bo'lsang, bizning ishimiz yo'q. Lekin o'tirg'i chiqib bizga dars o'tmaysan. Ma rasvochilikni emas, rasm bilan haq ivatib bergan tursa, jim o'ltamamsan uningdan. Qisib o'ltamamsan.
Bilmeyen adam seni aklagan bolsa, meyli, o bilmepti dep çeyse, bilip durup aklagan bolsa, Allah balayını versin dep dileyim ben. Bazen günahını bilip durup kılgan adamlar, rast Allah balasını versin dep dileyim. Bilmeyen bolsa, konuğu insaf versin deyim. Lekin, bu davanın içi ne resvaçılıkla 2018'den başlayıp ben çıktım. Ondan keyin ba'zan odamlarni rast mushlar bir tuzuk ish qilayotgan o'xshaydi deb mi o'ylaydim? Men mi o'ylaydim? Anadan keyin to'xtabdi. Buni kasb qilib o'rganmasam, men buni bilib bo'lolmagandekman deb turib, rasmiy bu kasbni o'qidim. Anadan keyin jiq muallimlarim bilan paranglashima, suhbatlashima. Ben o Soğut İşbahının parçalanish jarayonidagi onun oldi-keyndik ishlar, mushu bizning ishlarimiz, haq bizdan bekerek bizning tariximizni tushundik. Unda holatda biz Uyg'urni tonitimiz degan gap o'suruqli gap deb tushuninglar. Uyg'urni tonimaydigan adam yo'q. Tarixni mundaqla ochsa, Türklarning tarixida yoki dunyo tarixlarida qancha gaz qo'shganlarni shu Uyg'urlar yo'qmi? Ba turuqliq seni titi qilib, amtiti qilib o'ynaydi. Voy Uyg'ur nem qilmadi Uyg'urni tunitimiz davan tut sen tex tunit bulamidingmi? Seni şapaqchilik bilan butun dunyoga tunitulding. Uning oldida ota-bobolarimizningki qilgan amgigi bilan allamaqachon tunilib bo'lgan Uyg'urlar. Lekin Uyg'urni ashundaq amtiti qilsa, savol qo'yadigan odam bo'lmagandikan, to'plashib Xitoy birlik sapning tinmay o'ltirib, antilla, mantilla biz da'vo to'g'riliq qilyapsak, mening ajrishim to'g'riliq chiqdi. Anadikin acışıp ketken to'g'riliqchi ajab biladi ekansan uning turmadiligini. Men bilmaydi ekanman, sen bildi ekansan. Deydigan odam yo'q, ashuni moda qilibdi, anda qilibdi deb rasm ivatdi. Hozir deymanda, o'sha vaqtga nisbatan shunda kulgim ketdi. O'zim o'ylab ekanman. O'shning javob berib o'tag'icha men sarang deymanda, voy sen Xitoyga javob bergandekli ishda, voy ashuni g'ajab o'lta bir so'ngakni tashlab biz g'ajab o'ltirishi va agar aqli o'sha joyida bo'lsa, ozroq bo'lsa-mu tafakkur qilib baqidi. Ozroq bo'lsa izdan baqidi. Jiq materiallar Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki arxivlari hammasi tepildi. Xalqarada har qanday yerda, masalan, ba'zan muhim uchurlar ochiqchilikda bo'lmagan bilan, ba'zan narsalar asosiyatning ochiqchilikda. Aqli o'sha ozroq joyida adam bizda bo'lsa-mu, mayli qaysi tilni bilsang, shu til ustida ozroq tarjim qilib, o'tirib kirgisang, jiq narsalar chiqadi. Uyg'urlarning davosi setilib ketgan, Uyg'urlarning o'zi butunlay setilib ketgan holatda. Xalqarada shu, so'rindan ayrilsang o'lamsa, voy hammamiz tomoq etib yeymiz, o'zimiz uyda etib yeymiz. Men yegan tomoqni umrimda silabmi baqmagan bo'lishim mumkin. Pappakiz etib yeyman. Har qanday tomoqni chiqara, sening oshpazlaringdan no chiqib etib yelayman. Anda qasmoq jundi yurmaydi, oshqozi, nimalari degan, meynat oshxonalarda, meynat jo'zlarda o'tirib tomoq yeydigan odam emasman. Uqdingmi? Nimalarni qanday ishlaringni o'tirg'i salsangmi, parvoyim palak mit qilib qo'ymayman. Sen qaja, men yo'limga mengayverma. Biz hozir shu material tarjim qilishda vaqtimiz yo'q, uningdan boshqa bunda qolimiz isrof qiladigan. Qilayotgan ishlarimiz jiq. Shapaqchilikninki tonnalab videoni apti. Bir-biringning videolarini nima uchun oldim? Vaqti kelganda bir-biringga solaman shu videoni deb olmasang, bir-biringning korvat videolarini yig'maysa aqasing. Oxiri kelganda u narsa ma'lum yo'llar orqali hukumatga topshiriligini yomon qizibdi. Do'xning ichidagi yosh qizlar, aqasing tegmamsa, opang, dadang o'g'an odammi voy, mushunda qeri rasvalarning ichida poqvami 5 ning orasida yetishib o'ltiramsa deb turib gap qilgan bo'ladi. Bular nimaga ehtiyojliq bir refaga mishar ishlab olib, refaga kirish uchun cho'qim qizlaringni solab berishing kerakmi? Mush qizlar o'zingni ozroq bo'lsa-mi bir axloq degan narsa qilib baxmamsa, Zumrat Tursunga 100 savol, 50 savolda opang so'zlab ketganda, yosh jalobmi? Nimish qilsa rasvolishib inidini tekshirish jarayonida hukumatning tekshirilishi bilan og'am pulning tizimligidan tortib rasvol lentalaringni topshiribdi haqayaga. Rasvolar. Agar ozroq o'sim Uyg'urga ishim kuyadiganlaring bo'lsa, aqlingni ishlatib savol qo'ypaq. Bu nima uchun muncha yilgacha so'rildi bu da'vo? Nima uchun mushinchilik rasobkichga savol qo'yadigan odam yo'q? Faqat chet elliklardan ikkisi qilib o'tirib chiqqanligi
Üçünla bu narsaga amalsiz qoldi. Agar Uyg'ur qizlari o'zlari chiqqan bo'lsa, voy, kimsini bə degandi, yeyjaymigicha mundaq qilmas degandek narsalarni o'sha nimalarga chiqarib, Twitterga chiqqanga qo'shash, X'ga chiqqanga qo'shash, shundaq ishlar bo'lib ketadi. Shuning uchun ash qizlarga yo'shirin guvohlik beringlarkin, hargiz oldiga chiqmanglar deganni men degandim. Voy Uyg'ur qizlar bizni izdanglar, bizni qilinglar deb bir muncha voy tor orqaliqchi yurak setilish, qo'llig'ichi setilish yoki qo'llig'ichilarni nima qilishmi? Unda oson ish. Azraqli IT'da emas, azraqli kompyuter bilim bor odam qanchalik odamni qo'llig'ichi setilishni biladi. Aşında qıp oltasa aşının oyunga kirishib o'tadinglar. Hey, hozircha oqmaydi. Faqatla oqmaydi. Unda uşaq shoujo'laringlarcha va bulon pushqaqdagi o'yinlaringlar qat'iy oqmaydi. O suvarik qilganinglarcha rasmiy asan sheriklar. Agar ozroq aqlimiz bo'lsa, biroz savol qo'yaylik, izdan boqaylik. Hamma odamning gapi to'g'ri. Onikini olgani oning to'g'ridek, monikini olgani moning to'g'ridek qilmay jiq odamlar barkan to'q birsining videolarini olib qo'ygan, ovozlarini olib qo'ygan, shu palayadan, pokunchidan, enididan bergan pul olsin, nadin shu pul yuyishlar, besh to'la, oq palaylar. Turkiyaga apirib bu pulni halollab akildiganlar, u yerdan qilganlar. Hammalarning tizimlikini kimni tillig'ili sog'izgan, mushlarning palonchayning palonchi kuni munch pul bergandim deb yezib qo'ygan narsalardan topshiribdi. Mushunda cho'nglari o'zlarini, beshidikilari o'zlarini qo'g'dash uchun ostidagilarni setiydi bu haq. Mani yaxshi o'ylashinglar. Eng yaxshisi halol emgak bilan yashasanglar, xotirjam yotisizlar uyda. Rahmat sizlarga qarindoshlarimcha qaraq so'zlab qoldim. Ham abjashib qoldi. Yana so'zlab qo'yma. Qarindoshlar, amsa ozroq olsun aqlimizni ishlataylik. Agar bu da'vo rost bo'lgan bo'lsa, bugungacha so'zlab yurmaydik. Agar kishilik huquq da'vosi yoki inson haqlari da'vosi to'g'ri yo'nalishda rost qilgan bo'lsa, bu kunni ko'maydik. Kishilik huquq, inson haqlari qilayotgan boshqa millatlar va boshqa tashkilotlar va boshqa davlatlarningki. Ular qanday qilyotdi, ular qanday natijaga erishdi, selishtirib baxsanglar bilasizlar. Rahmat sizlarga. Erkinsida agarda kalangdan rost ketgan bo'lsang, menimcha bu nimadan yo'qab ketganing yaxshiroq deb qarayman. Men o'tirib putlashib yurmaychi kalladan rost ketgan bo'lsang. Agar beshidi degan gaping bilan keyingi gaping o'xshamagan, andan keyin Rahmat sizlarga qarindoshlarim.